Mayli, bularga e'tibor bermaymiz va ekraningizda chiqib turgan obunachimizning talab va istaklariga binoan shu video chiqdi. Aytgancha men kanalimda konkurs uyushtiryapman. Telegram kanalimga o'tib, konkursda qatnashing va g'olib bo'ling. Unday bo'lsa men boshladim. Minecraft o'ynaganlarning deyarli barchasi bir savolni o'ylab ko'rgan. Herobrine bu oddiy afsonami yoki haqiqatmi? Ba'zilar uni ko'rganini aytadi, ba'zilar esa bu faqat o'yindagi glitch deydi. Lekin agar u rostdan ham mavjud bo'lsa-chi? Minecraft o'yinida Herobrine bu oq ko'zli sirli xarakter. U oddiy Steve'ga o'xshaydi, lekin ko'zlari butunlay oq. Hech qanday jon yo'q, faqat qorong'ulik. Afsonalarga ko'ra u tunda paydo bo'ladi, o'yinchini kuzatadi, o'rmonlarda daraxtlarni kesadi, yer ostida mukammal tunnel qaziydi va eng qo'rqinchlisi, u hech qachon yaqinlashmaydi, faqat uzoqdan qarab turadi. Herobrine haqidagi birinchi hikoya 2010-yilda internetda paydo bo'lgan. Bir o'yinchi shunday yozgan: u yolg'iz o'ynayotgan edi, birdan uzoqdan kimdir turganini ko'rdi. U yaqinlashganda u yo'qolib qoldi. Keyin esa daraxtlar kesilgan, g'alati piramidalar qurilgan, tunnel va belgilar paydo bo'lgan va eng qiziq joyi, o'sha o'yinchi o'z o'yinida boshqa odam yo'qligini bilgan. Mojang Studios bu haqida bir necha marta hazil qilgan, hatto yangilanishlarda shunday yozuv chiqqan: Remote Herobrine. Lekin bu nimani anglatadi? Agar u mavjud bo'lmasa, nega uni olib tashlash haqida yozishadi? Ba'zi o'yinchilar esa video va skrinshotlar ko'rsatgan, lekin ko'pchiligi keyinchalik fake ekanligini aniqlangan. Eng mashhur teoriya shunday deydi: Herobrine bu Markus Personning ukasining ruhi bo'lishi mumkin. Go'yoki u vafot etgan va uning ruhi o'yinda qolib ketgan. Lekin Notch keyinchalik bu gapni rad etgan. Ammo ba'zilar shunday deydi: bu shunchaki yashirish uchun aytilgan gap. Yana bir teoriya: Herobrine bu o'yindagi xatolik yoki yashirin kod bo'lishi mumkin. U ba'zan o'zi paydo bo'lib ketadi va uni to'liq o'chirishning iloji yo'q. Bugungi kunda Herobrine rasmiy o'yinda yo'q, lekin modlar orqali qo'shish mumkin. Va hali ham internetdagi eng mashhur sir, savol esa ochiq qolyapti. Agar kechasi Minecraft o'ynayotgan bo'lsangiz va uzoqda kimnidir ko'rsangiz, bu oddiy soyami yoki Herobrine? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu va shunga o'xshash videolar chiqishini xohlasangiz, обязательно kanaliga obuna bo'ling, videoga bir donagina like bosib qo'ying. Chunki bu menga keyingi video uchun motivatsiya bo'ladi. Ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.